Bugungi video darsimizda biz sizlar bilan MS Access'da ma'lumotlar bazasidan kerakli ma'lumotlar olish uchun parametr so'rovnomalar yaratish texnologiyasini o'rganib chiqamiz. Demak, topshiriqni berilishi, demak, kutubxona ma'lumotlar bazasidan ma'lum bir shartda qanoatlantiruvchi ma'lumotlar olish uchun quyidagi parametr so'rovnomalarni yarating. Birinchi, so'ralgan muallif bo'yicha kitoblar ro'yxatini chiqaramiz. Ya'ni Oybek deb so'rasak, Oybek barcha kitoblarni chiqarib berish kerak. Hop, O'tkir Hoshimov deb bersak, O'tkir Hoshimov kitobini chiqarib berish kerak. Shuning uchun demak, shu so'rovnomani qilamiz. Demak, birinchi demak, hop, buning uchun demak o'zimiz ma'lumotlar bazamizga kiramiz. O'zi kutubxona kiramiz, ma'lumotlar bazamizga kirib, o'tgan darsimizdan ma'lum, sizlar bajarishni bilasizlar. So'zlarga o'tamiz konstruksiya zaprosga. Demak, kitoblar ro'yxati bizda qaysi jadvalda bo'ladi? Kitob fondi jadvalda bo'ladi. Shuning uchun kitob fondi jadvalini qo'yib olamiz. Demak, kitobning raqami kerak bo'lsin bizga, kitobning nomi kerak bo'lsin, muallifi kerak bo'lsin, nashriyot kerak bo'lsin, nashr yili hamda kutubxonadagi soni kerak bo'lsin. Yana boshqa dalillar kerak bo'lsa qo'yib olamiz. Endi mana bu yerda uslubi atbora degani bor. Ya'ni uslub atbora degani bu tanlash sharti degani. Ya'ni kitoblarni tanlash sharti. Demak, bu yerga biz birinchi like deb yozamiz. Bu qidirish operatori. Like deymiz. Xo'p, qo'shnoq ichida yulduzcha qo'yasizlar. Yulduzcha bu ixtiyoriy nimani qidiradi. Undan keyin ampersand belgisini qo'yamiz. Bo'sh joy tashlaymiz. Mana qo'shnoqdan keyin ham bo'sh joy, hozir bundan keyin ham bo'sh joy tashlab, to'g'ri qavish ichida hop, kitob muallifini kiriting. Kitob muallifini kiriting. To'g'ri qavish yopamiz. Bitta bo'sh joy tashlaymiz. Keyin yana ampersand belgisini qo'yamiz. Undan keyin bitta bo'sh joy tashlab, demak, qo'shnoq ichida yulduzcha belgisini qo'yamiz. Demak, mana ko'ringlar, mana bunday ko'rinishda yoziladi. Tushuntiraman endi nima ekanini. Like bu komanda, buyruq. Bu har doim qidirish buyrug'i. Bu buyruq qidiradi. Nimani qidiradi? Siz kitob muallifini kiritasiz, kitob muallifini oldida initsiali bo'lishi mumkin. Yoki undan keyin biror bir boshqalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana yozishga qo'yib qo'ysak, yozishga bu ixtiyoriy. Biz kiritgan muallifning oldida ixtiyoriy belgi bo'lsa ham, undan keyin ixtiyoriy belgi bo'lsa ham chiqaraver deymiz, shularni chiqarib beradi. Shu bo'lgandan keyin saqlanib tugmasini bosamiz. Saqlanib bosib bizdan so'raydi. Demak, yozamiz. Nima bizda kitob so'ralgan muallif bo'yicha muallif kitoblar ro'yxatini chiqarish. Yoki qidirish deydigan bo'ladi. O'qib bosasiz. Mana endi buni ishlatib ko'ramiz. Ishlatish uchun VPN tugmasini bosamiz. Hop, kiritaman. Mana masalan Oybekni kiritaman. Oybek. Mana Oybek kitobini chiqaryapti. Endi mana kitob fondan ko'rib oling, qarang kitob, yana kimning kitobi mana. Hyperly deganiki bor ekan. Men listini yozaman, chiqaradi. Qarab turing. Listini yozsam chiqaraveradi. Mana ichiga tushiraman. Listini yozaman, o'shini chiqarib beraman. Hyperly chiqarib beraveradi. Nima sababdan? Bu yerda lidan oldingi mana yulduzcha qo'yganmiz, lidan oldingi hyperly ham oladi. Agar undan keyin bo'lsa, uni ham oladi. Yana boshqasini bir tekshirib ko'raylik. Kitob fondidan qarang. Mana D'ni yozaman. Mana D'ni yozsam, bo'ldi. Mana shu Antoniy D'ni fonni olib chiqarib beradi menga. Qarab turinglar. Mana ichga tushiraman. Kichkinada D yozaman.
Ko'rdinglarmi? Antoni de. Nima sababdan buni chiqarib beryapti? Ko'rdinglar, yulduzcha qo'yganmiz mana. Yulduz de biz kiritgan matn. Biz kiritgan matn oldi ixtiyoriy bo'lsa, undan keyin ixtiyoriy bo'lsa chiqaraverdi, berdik. Mana shu narsani mana bu narsa qiladi mana. Mana qarang. Mana bu belgi o'sha narsani beradi man sizga aytganman. Tushuntirib qo'y, yaxshilab tushunib oldinglar. Mana yulduzcha qo'yganimiz uchun ixtiyoriy deb. Mana deyman biz kiritayotgan narsamiz mana. Mana shuni de qo'ydi. Uni oldi ixtiyoriy narsa, undan keyin ixtiyoriy bo'lgan narsalarni qidirib top deyapmiz bunga. Bu shunaqangi berilyapti. Tushunarli-ku? Qolganlari ham xuddi shunday qilinadi. Mana keyingi so'rovnomani biz ko'ramiz. Keyingi nashr yili bo'yicha kitoblar qidirish. Xuddi shunday qilinadi. Yana demak, sozdaniyaga kiramiz. Konstruktor zaprosga o'tamiz. Xo'p, bu yerdan jadvalga o'tib olamiz. Keyin kitob fondi. Kitoblarimiz hammasi kitob fondida turibdi. Demak, beramiz kitob inventar raqami. Tak, undan keyin xo'p, kitob nomi, undan keyin muallifi, undan keyin nashriyot nomi, undan keyin nashr yili hamda nashr soni. Keyin almashtirmaganligini ham chiqarib qo'yaylik mana. Xo'p, endi nashr yili, Sloviyat Borani nashr yilini tagiga boyagi narsa qilib yozamiz. Like deymiz, like. Katta bilan yozing. Like. Yulduzcha. Qo'shnod ichida. Qo'shnodni olamiz, yulduzcha, qo'shnod yapamiz, bitta bo'zot topamiz. Ampersand belgisi. Hop, bitta bo'zot topib, to'g'ri qavs ichida, hop, nashr yilini kiriting. Nashr yilini kiriting deb yozamiz. Yopamiz qavsni, bo'zot qo'yamiz. Hop, ampersand belgisi qo'yamiz. Ampersand belgisi qo'shadi jumlalarni. Hop, qo'shtirnoq yulduzcha qo'yib qo'yamiz. Ixtiyoriy bo'lish ham chiqarib beraveradi. Mana endi hop, saqlashni bosamiz. Hop, saqlashni bosamiz. Bizda bu nomini nashr yili bo'yicha kitoblarni qidirish deb qo'yaman. Qidirish. Nashr yili bo'yicha qidiramiz mana. Ishlatib ko'ramiz. Demak, 2020. Okka bosamiz. 2020 kitobi chiqishgan, hammasi 2020 yil kitoblar. Demak, ishlayapti. Bo'ldi, buni ham yopdik. Endi keyingi so'rovnomamiz yillar kesimi bo'yicha kitoblarni topish. Yillar kesimi bo'yicha kitoblarni topish. Buning uchun nima qilamiz? Yana sozdaniyaga kiramiz. Xo'p, bu yerdan konstruktor zaprosga o'tamiz. Bu yerdan jadval topib, kitob fondi jadvalini o'qitib olamiz. Endi bu yerdan yana kitob inventar raqamini qo'yamiz. Kitob nomini qo'yamiz. Muallifini qo'yamiz. Nashriyot nomini qo'yamiz. Nashr yilini qo'yamiz. Undan keyin son. Ana endi mana bu yerga Sloviyat Boriga sal boshqacharoq buyruq yozamiz. Bu yerda ikkita yil orasidagi, masalan 15-dan 20-yilgacha bo'lgan orasidagilarni olish kerak. Shuning uchun between degan buyruq bor. Between olyozmi? Between hop, between ikkita yerda hozir ko'ramiz. Ikkita yerda noto'g'risi keyin to'g'rilaymiz. Between deymiz. Undan keyin birinchi yilni kiritamiz. Qo'shimcha ichida.
Boshlang'ich yilni kiriting. Yilni kiriting. Deymiz. Undan keyin yopamiz qo'shimni. Keyin hop end deb yozamiz. End va yana qo'shimlar ichida oxirgi yilni kiriting. Tugash yilini kiriting. Tugash yilini kiriting deb yana qo'shimlarni yapamiz. Ana endi saqlab qo'yamiz buni. Hop. Yillar kesimda kitoblar chiqarish deymiz. Agar adashmagan bo'lsak, demak dikkat ko'ramiz. Boshlang'ich yilni kiriting. 2020 tugash yilini kiriting. Tugash yili 2025 bo'lsin. Orada kitoblarni 2021, 20 hokaziz. Endi yillar bo'yicha tartiblarni qo'yishimiz mumkin. Tartiblashtirib qo'yishimiz mumkin. Nima qilamiz? Buning uchun konstruksiyaga kiramizda, masalan, nasriy sortirovka bor. Sortirovka nashriyni ochamizda po возрастание deb qo'yaman. Po возрастание. Ana endi buni ishlatib ko'rib ko'rsatadigan bo'lsak, hammasi tartiblangan holda boshqasini mana yillar kesimida boshqa ishlatyapman mana. 2020 ok 2025 demak mana hammasi tartiblangan holda berish kerak edi. Tartiblangan holda chiqish kerak edi. Tartiblangan holda chiqish kerak edi. Nimaga bo'ldi? Noto'g'ri yozdingmi? Nashr yiliga saqlamabmiz. Nashr yili kitob nashr yili po возрастанию deb turib saqlab qo'yishimiz kerak edi. Ana endi ishlatsak 2020 2025 20-yillar, 21-yil, 22-23 yillarda bor ekan. Kitoblar ro'yxatini chiqaramiz. Tushunarli o'rtoqlar. Xo'p, keyingi so'rovnomamiz nima ekan? Keyingi so'rovnomamiz bizda hop 4-ta davomiy ekan. Mana hisoblaylik. 4 kitob nomi bo'yicha qidirish. Kitobning nomi bo'yicha qidirish. Qisman matn. Kitobning nomini yarmini yozsangiz ham topib berish kerak ekan. Hop, bo'ldi. Kitob nomi bo'yicha qidirish. Demak, nima qilamiz? Так, bazaga kiramiz. Создание конструктор запросов. Men сразу saqlab qo'ydim. Nomini yozib qo'yaman. Sizlar shartmas oxirida saqlasanglar ham bo'ladi. Tak, o'qitmanda. Tak, xo'p, jadvalga yozib, mana kitob nomi bo'yicha. Kitob fondidan olaman. Hop, bu yerga birinchi mana inventor raqami, kitobning nomi, muallifi, keyin nashriyot yili, nashriyot nomi, nashriyot yili, boshlang'ich narxi hamda soni bo'lsin. Ana endi kitob nomi qatoriga, ustuniga viloyat bo'lishi yerga yozaman. Yana bu yerga narsa yozaman. Like deyman, bu qidiradi. Qidirish nimasi? Operatori, ya'ni buyrug'i. Hop, undan keyin bitta bo'zot tashlab, qo'shimni ichida yulduzcha yozaman. Qo'shimni yopaman. Bitta bo'zot tashlab turib, ampersand belgisini qo'yaman. Mana shiftni bosib 7 ni bosaman. Bitta bo'zot tashlab turib,
to'g'ri qavs ichida kitob nomini kiriting. Kitob nomini kiriting. Masalan, bitta bo'z joy tashlab, yana ampersand belgisini qo'yaman, bo'z joy tashlayman, qo'shni ichida yulduzcha belgisini qo'yib qo'yaman. Tak, endi kitob nomini sortirovka qilib chiqarsin. Mana ish borda, bir nechta bo'lsa, bu sortirovka qilib chiqarsin. Kitob nomi bo'yicha bo'ldi. Bu yo'lni yana saqlab qo'yaman. Сохранить и выполнить перевод beraman. Kitob nomini. Kitobning nomi qanaqa kitoblar bor edi? Chiqarib olmabman-da. Tak. Masalan, o'tgan kunlarmi? Kunlarni beraychi. Kunlar. Bormi yo'qmi o'tgan kunlar? Bor ekan. O'tgan kunlar bor ekan. Kunlarni ko'rdim. Kunlar deb berdim, chiqardi. Ya'ni bu biz mana bundan bo'lyapti. Hammasi konstitutor like mana. Mana bu masjidga kechirasizlar, bu emas edi kechirasizlar, mana buni. O kitob nomi bo'yicha qadirish mana konstitutor. Mana. Yulduzcha qo'yganimiz hisobiga. Mana. Biz kunlar deyapmiz, kunlarda ortda nima bo'lsa chiqar deyapmiz. Kunlardan keyin nima bo'lsa shuni chiqar deyapmiz. Shuni hisobiga chiqaryapmiz. Ko'ryapsizmi? Tushunarlimi o'rtoqlar? Ana sizlarga olam yo'l. Xo'p, keyingisi nima ekan? Keyingisi o'quvchi olgan kitoblar ro'yxatini chiqaring ekan. Xo'p, bo'ldi, o'quvchi olgan kitoblar ro'yxatini chiqarish. Buni ham demak nima qilamiz? Xo'p, sozdaniyaga kiramiz. Sozdaniyaga kiramiz. Xo'p, konstitutor zaprosga kiramiz. Bu yerdan kitob o'quvchi olgan kitoblar jadvali qayerda turadi? Olgan kitoblar. Kitob berishda turadi. Shunga kiramiz mana. Endi kitob berishdan ID raqamini. Endi bu yerda familiyasi yo'q kitobxon ko'rib turibsizlar. Kitobxon familiyasini kitobxonlar jadvalida olamiz. Shuning uchun bunday qo'yamiz. Endi bu yerga o'sha kitobxonlardan nimasini olsin, familiyasini olsin, kitobxonlardan ismini olsin mana. Ismini olsin kitobxonlardan. Endi kitob berishdan inventar raqami, qaysi kitob qolgan bo'lsa, o'sha inventar raqamini anaqa qilamiz, belgilaymiz. Endi shu inventar raqamga mos kitobning nomi kitob fondida bo'ladi. Shuning uchun buni ham qo'shib olamizda. Endi bu yerdan kitob fondidan kitobning nomini olamiz. Keyin muallifini ham qo'yib qolaylik. Muallifini ham qo'yaylik. Muallif emas, berilgan sanasini olaylik. Berilgan sanasini olaylik. Qaytarish sanasini olamiz. Xorijiy qarzdorligini ham yozib qo'yishimiz mumkin mana. Bo'ldi, qo'ygan narsasi kerak emas bizga. Bo'ldi, biz saqlashni bosamiz. Nomiga kitobxon olgan kitoblar ro'yxati deb qo'yamiz. Ro'yxati. Okka bosamiz, ishlatib ko'ramiz mana. Bu paytda bossak mana bitta narsa yozmadik, hammasini chiqarib beryapti bizda. Xo'p, demak, kitobxon olgan kitoblar ro'yxatida shartni yozmadik. Buni yozib turaman. O'ng tomon demak konstitutorga kiraman. Ana endi xo'p, kitobxonni ID raqamiga yozaman. ID raqamini kiritamiz. Eng anaqasi ID raqami. Bu yerda ID raqam точно bo'lishi uchun hech nima yozmayman-da, to'g'ri qavs ichida ID raqamini kiriting deymiz. ID raqamini kiriting. ID raqamini kiriting deymiz. Bo'ldi, to'g'ri qavs yozamiz. Like yozmaymiz. Sababi yozsak ham faqat like o'zini yozib qo'yishimiz, hech qancha qo'shimcha narsa qo'shmaymiz. Shart emas lekin bunday holatda like yozsam. Xo'p, bo'ldi. Chunki
ID raqam unikal bo'lganligi uchun unga anaqa yozib o'tirmaymiz. Boshqacha sal o'zgarishlar bo'lsa, boshqa bo'lsa chiqarsin demaymiz. Shuni o'zi chiqish kerak. Xo'p, bo'ldi. Saqlanib qilaman. Xo'p, endi kitoblarni nomini sartrubka qilib chiqarsin, olgan kitoblarini. Keling, makka qilib qo'yay. Xo'p, bo'ldi. Ana endi saqlanib qilib, demak, ishlashga beraman. Qarang. ID raqami A001 bo'lsin. Qaysi kitobda yozgan ko'ramiz mana. Alif vali. Xo'p, o'tgan kunlar olgan ekan, mana bu yerda qarzdorlik yo'q ekan. Buni topshirgan ekan demak. Qarzdorlik yo'q turibdi. Buni topshirgan. Shularga bu ham saqlanib qo'ydim. Buni yapaman. Keyingisi qaysi ekan? Yavash to'rdiki ekan. Kitob nomi bo'yicha 6-chi qaytarilmagan kitoblarni sanasi bo'yicha qidirish. Qaytarilmagan kitoblarni sanasi bo'yicha qidirish. Buni keyingi darsimizda qilamiz. Bu ozgina murakkabroq. Muayyan nashriyotdagi kitoblarni qidirish. Buni endi muayyan nashriyotni o'zingizlar qilasizlar. Xuddi shunday bo'ladi. Nashriyot nomiga o'sha like bo'yiga nimani yozish kerak bo'ladi xolos. Qaytarilmagandiki sal murakkabroq bo'ladi. Uni ikkita nimadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Uni keyingi darsda qilsak bo'ladi. Shu yergacha qilaylik. Mana bu sal murakkabroq bo'lganligi uchun hozir qilmaymiz, buni qoldirib turamiz. Tushunarliga qaytarilmagan kitoblarni sanasi bo'yicha qidirish. Bunda ikkita jadvaldan foydalaniladi. Xo'p. Yoki bo'lsa buni alohida video qilib beraman bo'lmasa. Xo'p, demak e'tiboringiz uchun rahmat. Demak topshiriqlarni hammasini to'liq bajarishinglarni talab qilaman.